Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida karyera kuni mehnat yarmarkasi bo'lib o'tmoqda. Bu barcha talabalar uchun, ayniqsa bitiruvchilar uchun eng zo'r shans hisoblanadi. Chunki bugun davlat sektoridan, xususiy sektorlardan, banklardan turli xil ish beruvchilar tashrif buyurishgan va ular bizning talabalarimizga ish joylari taklif qilishadi. Hozir esa biz mana shu kun bilan bog'liq bo'lgan turli xil reportajlarni sizga havola etamiz. Qani keting. Hozir birinchi reportajimizni O'zbekiston Milliy bankidan kelgan xodimlar bilan muloqotdan boshlaymiz. Qani keting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga. Birinchi savolim sizga: qanday talablar asosida bizani talabalarimizni ishga jalb qilmoqchisizlar? Birinchi talab bizga yo'nalishi to'g'ri kelishi kerak. Iqtisodiyot, asnonim iqtisodiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Agar tugatayotgan kurs bo'layotgan bo'lsa, 4-kursdan biz stajirovka asosida olamiz. Stajirovka jarayoni rasmiy bo'ladimi yoki Конечно, rasmiy bo'ladi-da. Hammasi deylik, bizning Telegram kanalimiz bor. Mana shu QR kod orqali o'tishingiz mumkin. U yerda e'lon beriladi. Yoki Headhunter degan platforma bor. O'zimizning Milliy bank saytimiz bor, karyerada ular hamma joyda e'lon qilinadi. Demak, umid qilsak bo'ladi, bitiruvchilarimizni bemalol stajirovka jarayoniga jalb qilasizlar. Albatta. Rahmat. Bizani bitiruvchilarimiz, talabalarimiz Alfa Group'da ishlash uchun qanaqa xususiyatlarga ega bo'lishlari kerak? Так, это, конечно, зависит от самой вакансии. То есть, смотря на должность, смотря на вакансию, мы говорим, какой должен быть кандидат на самом деле. Например, на данный момент очень актуальна должность бухгалтерии и аналитик по мониторингу рисков, да, где нужен кандидат с навыками Excel, например, да. Естественно, английский язык тоже доминирует в каком-то степени. И студенты, у которых есть международные сертификаты, как ACCA или же IELTS, SAT, тоже очень нужны, думаю, не только в нашей компании, но и во всех компаниях, которые ищут себе кандидатов на такие вакансии, как бухгалтера или же аналитика. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabalariga qanday ish joylari taklif qila oladi Turonbank? Туронбанк у нас актуально очень много позиций на данный момент, но вы должны подходить под критерии. Так как сейчас мы общаемся со студентами, для студентов у нас имеется только одна вакансия, так как они не имеют опыта работы, поэтому на позицию оператора колл-центра. Но если они студенты 3-го курса и они заканчивают уже 3-й курс, мы им можем предложить практику у нас в Туронбанке в любом департаменте, в котором они захотят. Demak, o'z tanishtiring birinchi. Men Hamroyev Sherzod, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bank ish kafedrasi dotsenti. Hozirgi kunda o'sha bank ish kafedrasida faoliyatini olib boryapman. Demak, bugungi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bo'lib o'tayotgan karyera kuni mehnat yarmarkasi haqida fikringiz qanaqa? Mana bugun 29-aprel Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida karyera kuni. Bu necha yillardan davomida o'sha an'anaviy davom etib kelyapti. Bugun karyera kunida bir qancha o'sha yosh talabalarimiz va ishsiz bo'lgan yoki bo'lmasa deylik o'sha maktab hozir ko'rdik o'sha karyera kunida hattoki maktab o'quvchilari ham o'sha mana shunga qiziqish bildirib kelganini ko'rish mumkin. Bu yerda biz bir qancha o'sha tijorat banklarini, markaziy banklarni hamda sug'urta kompaniyalar, tur kompaniyalar va bir qator o'sha soliq qo'mitasi va uni oldidagi o'sha soliq palatalarini, undan tashqari yana bir qancha tashkilotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu albatta ijobiy natija beradi. Yoshlarimizga qaysidir ma'noda o'sha motivatsiya, ya'ni o'sha kelajakda qaysi o'sha mutaxassislikni oldindan belgilab olish uchun bu ajoyib bir ular uchun imkoniyat hisoblanadi. Demak, bugun mana Davlat kadastrlar palatasi va uning tarkibidagi innovatsiya markazi mana shunday qurilmalar orqali karyera kunida ishtirok etishyapti ekan va o'zlaridagi mavjud ish o'rinlarini taklif qilishyapti. Demak, iqtisodiyot va mana shunday innovatsion texnologiyalarning integratsiyasi asosida taklif qilinayotgan ish o'rinlari uchun Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bitiruvchilariga qanday talablar mavjud ekan va ularga demak qaysi ish o'rinlari bilan ta'minlab bera olishar ekan?
shuni ta'kidlash joizki, mazkur tashkilot, ya'ni Davlat kadastrlar palatasi bu biz universitetda hamkor tashkilot hisoblanadi. Shu jumladan Moliya va raqamli iqtisodiyot kafedrasini hamkori sifatida bugungi kunda hozir yarmarkada qatnashmoqda. Va yana bitta narsani ta'kidlash joizki, Davlat kadastrlar palatasida Moliya va raqamli iqtisodiyot kafedrasini filiali ochilgan va hozirgi kunda fan va ta'lim innovatsiyani integratsiyalash masalasi amalga oshirilmoqda. Va shu bilan birgalikda mazkur filialda bizni o'quv jarayonlari ham tashkillashtirilgan va qolaversa Davlat kadastrlar palatasi tomonidan qo'yiladigan talablar keladigan bo'lsa, demak bularda ham hozir keng ma'noda raqamlashtirish masalalari amalga oshirilmoqda. Va bizning kafedramiz moliya va raqamli iqtisodiyot bo'lganligi uchun avvalambor shu raqamlashtirish iqtisodiyotni demak raqamlar bilan ifodalash va shu bilan birgalikda demak hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va ishlatishi hamda iqtisodiyotda va ish jarayonida qo'llay olish masalalari birinchi o'rinda talab sifatida qo'yilgan. Assalomu alaykum. Men Ahmadaliyeva Xolaxon Foziljon qizi, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining xalqaro moliya kafedrasi katta o'qituvchisi PhD'siman. Xalqaro moliya va xalqaro moliya institutlari fanidan dars berib kelmoqdaman. Mana bugun Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 200 dan ortiq ishlab chiqaruvchi firmalar, moliya sektoriga tegishli bo'lgan bank, sug'urta fond birjalarni biz karyera kuniga taklif qildik va universitetimizdagi bitiruvchilarimiz, sirtqi ta'limimiz, kechki va kunduzgi ta'limdagi barcha yo'nalishdagi bitiruvchilarni taklif qilganmiz. Sababi hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarini raqobatbardoshligini oshirishda, ularni ish bilan ta'minlash bo'yicha hozirgi kunda yuqori raqobatbardosh muhit ketmoqda. Shu sababli ham biz albatta umid qilamizki, mamlakatimizdagi eng yuqori tendensiyaga ega bo'lgan ish bilan ta'minlangan yoshlarimiz albatta Davlat iqtisodiyot universitetida bo'ladi. Здравствуйте, я являюсь студентом Ташкентского государственного экономического университета первого курса, студент первого курса группы МО-14 по направлению мировая экономика и международные экономические отношения. Я решил посетить День карьеры, который проходит в нашем университете. Я сдал документы свои, в основном все эти учреждения, организации, которые связаны с банкингом. То есть это АО банк, Universal банк, Халк банк и Капитал банк. Мой интерес был больше к АО банку, так как это является самым молодым и цифровизированным банком, который есть у нас на территории Узбекистана. Мне очень понравились их условия, потому что это для первого курса немного сложно находить и работу, и устраиваться куда-то. Всем здравствуйте, меня зовут Ансора Лукбековна, старший преподаватель кафедры «Страховое дело». Сегодня 29 апреля, у нас сегодня день карьеры. Наше мероприятие посетили различные банки, страховые компании, Центральный банк, другие государственные учреждения, более 300 компаний и различных организаций. На сегодняшний день в Ташкентском экономическом университете заканчивает более 10 тысяч студентов. Из них было отобрано объективки более 500 студентов, и они будут отобраны и будут направлены в различные организации. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida tashkil etilgan karyera kuni mehnat yarmarkasi o'z nihoyasiga yetib boryapti. Ta'lim va taraqqiyot loyihasi siz bilan bizni kuzatishda davom eting.